Assalamu alaykum hurmatli Uyg'ur TV ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Amerikadagi Uyg'ur yoshlari Amerika Kengash palata raisi Mitch McConnellga chaqiriq qildi. Olsi yazıcının Albaniyadagi xizmatini oyoqlashtirishga majbur bo'lishi diqqat qo'zg'amoqda. Vengeriyada Dunyo turk naqshlari konserti o'tkazildi. Kundalik darslarni vaqtida takrorlashning qanday ahamiyati bor? Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Amerikadagi Uyg'ur yoshlari Amerika Kengash palata raisi Mitch McConnellga chaqiriq qildi. 11 dekabr kuni Amerikadagi bir qism Uyg'ur yoshlari Amerika Kengash palatasining raisi Mitch McConnellga xitob qilingan bir qisqa video tayyorlab tarqatdi. Bu Uyg'ur yoshlari videoda o'zlarining Amerika fuqarosi ekanligini ta'kidlab, Xitoy hukumatı bizning ota-ona, tag'i hamma va boshqa urug' tuqqanlarimizni lagerga qamash, go'ro'ga elish qatorliq usullar orqali Amerika fuqarolarining harakatini Amerika zaminida turib kontrol qilishga, cheklashga o'rnatadi degan. Ular Sharqi Turkistondagi lagerlarda millionlarcha kishining azob chekayotganligini eskartib, Amerika Kengash palata raisi Mitch McConnellni Avam palatada tarixiy xarakterlik yuqori ovoz bilan ma'qullangan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasini darhol Kengash palatada ovozga qo'yib, uning bu yil o'rilmay turib qonunga aylanishiga kapolatlik qilishiga da'vat qilgan. 8 dekabr kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi jiddiy yig'in chaqirib, Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining tezroq ma'qullanishi uchun Amerikadagi barliq Uyg'urlarni umumyuzlik safarbarlikka chaqirgan edi. Yuqorqi bu videomo Amerika Uyg'ur birlashmasining o'rinlashtirishi bilan ishlangan bo'lib, navbatda ijtimoiy taratqularda keng tarqatilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, qonun loyihasining Kengash palatasida mushoy ichida ovozga qo'yilishini qo'lga keltirish uchun Amerikadagi har bir Uyg'urning Kengash palata rahbari Mitch McConnellga va boshqa Kengash palata a'zolariga telefon qilishi, xat yozishi, yuz turani ko'rishi, shuningdek Amerika jamiyatiga xizmat ishlab, tadqiqotchilar, ommaviy tashkilotlar, taratqular va qo'lim qo'shnilarni safarbarlikka keltirishi zarur ekan. Olsi yazıcının Albaniyadagi xizmatini oyoqlashtirishga majbur bo'lishi diqqatni qo'zg'amoqda. Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi lagerlarga oid tashviqotlarining ijtimoiyatini oshkorlash va amaliyotni o'ttirg'i chiqarishda zo'r rol o'ynagan Kanada fuqarosi Olsi yazıcının Albaniyadagi xizmatini oyoqlashtirishga majbur bo'lishi diqqatni qo'zg'amoqda. Kanadada chiqadigan Davlat pochtasi gazetining xabar qilishicha, tarix fanlari o'qituvchisi doktor Olsi yazıcı 4 yildan beri o'zining asli yurti bo'lgan Albaniyadagi bir universitetda o'qituvchilik qilayotgan bo'lib, universitet yaqinda Olsi yazıcıga universitetning uning bilan tuzgan kelishimni yangilamaydiganligini, universitetda davomli dars berolmaydiganligini uqtirgan. Olsi yazıcı Davlat pochtasi gazetiga qilgan so'zida bu universitetning qarorida Xitoy hukumatining qo'li bor deb qaraydiganligini, Gerçi qo'lida aniq paket bo'lmasa-mu, ammo Xitoyning Albaniyadagi ta'sir kuchini qo'llanib, o'zidan o'ch olmoqchi bo'layotganligini, mazkur universitetning dars o'tishini rad qiladigan hech qanday sababi yo'qligini ta'kidlab, universitetning rektori Sinila Sotorfiski Olsi yazıcıga bu qarorning yuqori o'rinlardan kelganligini aytgan. Biroq u Davlat pochtasi gazetining bu vaqtdagi savollariga javob qaytarmagan. Xitoyning yer shari vaqt gazeti qatorliq hukumat axborotlarimi yaqindan buyon Olsi yazıcıga hujum qilishni kuchaytirib, uni yolg'on xabar tarqatish bilan ayblagan. Olsi yazıcı Sharqi Turkistondagi kasbiy mahorat bilan tarbiyalash deb atalgan o'rinlarni ziyorat qilish uchun Xitoy tarafidan taklif qilgan kishi edi. Aslida Amerikaning bu o'rinlar haqidagi bayonlarini rad qilish maqsadi bilan ziyoratga borgan Olsi yazıcıning ko'z qarashi Sharqi Turkistonga borgandan keyin butunlay o'zgargan. U YouTube qatorliq ijtimoiy aloqa vositalarida tarbiyalash o'rinlarining mohiyatini keng oshkorlab, Xitoyning tashviqotini buzishda halqiliq rol o'ynagan. Olsi yazıcı Xitoyning o'ziga qaratgan tanqidlarga Twitterda qaytargan inkosida o'zining Uyg'ur musulmonlari duch kelayotgan bu zulmni oshkorlashdan hargiz to'xtab qolmaydiganligini bildirgan. Vengriyaning poytaxti Budapeshtda Turk dunyosi naqshlari konserti o'tkazildi. Yunus Emre instituti qurilganligining 10 yillik munosabati bilan poytaxt Budapeshtdagi Duna Paluta binosida o'tkazilgan konsertda Qozog'iston Qizil O'rda Oda orkestrasining tankashligida qozoq, azari, qirg'iz va turk naqshchi muzikantlardan tashkil topgan orkestra atirti konsert berdi. Madaniyat va sayohat ishlari ministrligi, Xalqaro turk madaniyati tashkiloti, Türkiye, Qozog'iston va Ozarbayjonning Budapeshtda turishliq bosh elchixonalari bilan Yunus Emre instituti tarafidan o'rinlashtirilgan faoliyat Venger san'at suyar xalq ommasining kuchli qiziqishini qo'zg'adi.
Kunlik darslarni vaqtida takror qildirishning qanday ahamiyati bor? Asti qoldirish vaqtning o'tishiga agishib suslashidi. Bu nuqtani har qanday odam o'z tajribasidan bilalaydi. O'rgangan narsalarni esimizda puxta saqlash uchun dal vaqtida takror qilish kerak. Shunga o'rganishning bir qancha halqalari ichida takror qilish intayin muhim. Takror qilish orqali tushunchani cho'nqurlashtirg'ili, xotirani mustahkamligini bo'ladi. Asti qoldirish qobiliyatini o'stirib, unutib qilish bilan kurash qilish uchun asti qoldirishning qonuniyatlarini tepib chiqish kerak. Chet ellik bir psixolog unutilishning vaqt bilan bo'lgan munosabatini tadqiq qilib, unutilish agri siziqi jadvalini tuzib chiqqan. U dastlabki va keyingi o'xshamagan vaqt ichidagi unutilish miqdorining o'xshash bo'lmaydiganligini, dastlabki mezgildagi unutilishning eng tez, keyingi mezgildagi unutilishning osti bo'ladiganligini hamda bir haftadan keyingi unutilish bilan bir oydan keyingi unutilishning o'xshash degidek bo'ladiganligini isbotlab chiqqan. Bu bizga shuni tushuntirib berudiki, unutilish sur'ati o'rganishdan keyin eng tez bo'ladi. Buning oldini olish uchun jazman boldiroq takror qilish kerak. Odatda xotiraga ilingan mazmunlarni 8-9 soat ichida yana bir qitim takrorlaganda uni asti qoldirg'ili bo'ladi. Shunga kunduzi o'tilgan darslarni oqshimi bir qitim takror qilish intayin muhim. Nurg'un bolalar o'rganishni takror qilishga ahamiyat bermaydi. Darslarni takrorlashni topshiriq ishlash deb tushunadi. Shunga ba'zi bolalar tushlik dam olish, hatto dars oraliqidagi 10 minut tanaffus vaqtlarida oldirab-soldirab topshiriq ishlaydi. Ular yezib bo'lishni vazifa o'rindab bo'lganlik deb hisoblaydi. Yozadigan narsa bo'lmasa topshiriq yo'q deb qaraydi. Nurg'un oila boshliqlaridami mushunda xato tushunchalar bor. Dars takrorlashda oldi bilan cho'kini darsxonada so'zlagan mazmunlarni atrofli takror qilish, muhim joylarni qayta egilab, xotirani kuchaytirish. Yozadigan topshiriqlarni oldi bilan takror qilib, ondan keyin qalam tavirtib yozish. Yozmaydigan topshiriqlarni mo astoydil takror qilishni ching tutish kerak. Har kunlik darsni cho'kini takror qilganda, ondan xotirani mustahkamligini puxta o'rgangili bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.